Hozir yozib qo'yapman. Bizga mana bu taqdimotimizni e, birinchi slayddan boshqa slaydga o'tayotganda sal chiroyliroq ko'rinishda o'tish uchun sizga aytgan bo'lsam, yana bir takrorlash. Случайni tanladik. Случайnidan keyin primitive koeffitsient tanladik. Shunda har biriga o'tib ketaveradi va endi avtomatik tarzda boshqasiga birma-bir o'tib ketaversin. Mana pashelichka turibdi. Bu bossak o'tadi. Sichqonchani tanlaymiz, o'tib ketaveradi boshqasiga. Biz sichqonchani ishlatmaymiz, ozroq kutib turamiz, o'zi o'tib ketaversin. Pashelichkani pitichkani olib qo'yamiz. Mana bunda x sekundni tanlab qo'yamiz. Tepaga qarang, stilkasini bossak, masalan, x sekund bo'lsin-da o'tib ketaversin. 1 2 3 desak, ikkinchi slaydga o'tib ketaversin. Mana buni ham primitive koeffitsient tanlab qo'yishimiz kerak. Shunda mana 3 sekundda hamma slaydimiz 3 sekundda o'tib ketaveradi. Keyin ko'rinishi ham har xil bo'lib o'tadi mana bunday случайni tanlaganimizdan keyin. Yana bitta taqdimotni ishga tushirib ko'ramiz. Mana ishga tushdi. Ko'rinyapti? 1 2 3 1 2 3 har bir slaydimizda 3 sekunddan keyin o'tib ketyapti. Mana. Tushundingiz? Endi mana shu narsa primitive koeffitsient hammasiga qani. Endi biz taqdimotimizda hozirgi amallarni bajarib bo'lganimizdan keyin men eng oxirgi bitta list qo'shaman. Bu listimga bitta rasm olib kelib qo'yaman. Rasm internetdan olib kelamiz, masalan, gamburger rasmi. Mana shu gamburger men saqlab qolyapman. Qayerga? Robot stolga saqladim. Endi saqlagan rasmni olib kelaman-da. Ushlab turaman, Alt tabni bosib taqdimotimga olib kelib qo'yardim. Yana bitta usuli shuni ustiga Ctrl C ni bosib, bu yoqqa kelganimizdan keyin bitta tanlab Ctrl V ni bossak ham rasmimiz kelib tushadi mana. Ikkita bo'lib qoldi. Men bittasini o'chirib tashlayman, turaversin. Hop, kattaroq qilib qo'yapman-da. Endi mana shu gamburgerim nimalardan tashkil topgan? O'shani men yozuv yozib chiroyliroq bir dizayn qilaman. Masalan, mana bu to'rtburchakcha chizaman-da. Shunday qilib ichiga yozuv yozaman. Non bo'ladi tepa pastida. To'g'rimi? Endi mana shuni strelka bilan yo'naltirib qo'yaman mana. Strelkam rangi qora, sal qalinroq, talshini qandayroq, yana ham qalinroq. Rangi qora emas, endi ko'k bo'lsa qanday? Ko'k bo'lsa bo'lmaydi ekan. Hop. Rangi qora bo'lgani ma'qul ekan. Nonni ko'rsatib qo'ydik. Yana nimasi bo'ladi buni? Piyozi bor. Piyozini to'g'rilab qo'yamiz. Keyin mana bu nima deyiladi?
Yo'q, mana bu. Kotlet. Piyoz. Kotlet. Yana nimasi bor? Mana bu oq nima? Olib boramiz. Shuni bu yoqqa burib qo'yamiz. Menimcha piyoz emas, u yaxshilab qarangchi nima ekan? Sir emasmi? Pishloq. Yana nimasi bor? Ko'kat bor yana. Shu o'sha narsalarni belgiladikda, kotlet dedik, pishloq dedik, ko'kat. Ko'kat bo'ldi. Endi mana bu narsalarda har birini alohida keladigan qilamiz, qarang. Buni belgilaymiz va buni belgilaymiz. Ctrl bilan belgilasak, ikkalasini ham belgiladik. Endi animatsiyaga o'tamiz va hozir bizga o'ng tomondan kirib kelsin. O'ng tomondan kirib kelish uchun biz mana bu joydan qaysi birini tanlasak bo'ladi. Hop, animatsiyamiz o'ng tomondan kirib kelsin bizga. Hop. Mana buni tanlaymiz. Parametrini to'g'rilaymiz. Chap, o'ngdan chapga qarab kirib kelsin mana. Mana shunday keladi. Endi biz mana shuni o'zini bitta ishlatib ko'ramiz. Shift F5. Bitta tanlasak. Demak, boshqatdan. Shift F5. Nima bo'ldi? Hozir tanlagan narsamiz ikkita bo'lib qolibdimi? Hop, mana shu endi boshqatdan. Ha. Mana buni ham hozir o'sha narsaga qo'shib qo'yamiz. Ko'rinmayaptimi? Alo. Davom ettiramiz. Mana strelkani ham belgiladim. Shiftni bosdim-da shaklni ham belgiladim. Endi animatsiyadan buni tanladim, Willet. Mana bu pastdan kelaversin, to'g'ri yoki chapdan o'ngga qarab kelsin. Mana shunday. Buni ham bunaqa qilib belgilab qo'yamiz. Willet chapdan o'ngga qarab kelsin. Mana shu har birini animatsiya shaklida Shift F5 ni bosdik. Bizga mana 1 3 4 5 3 sekund ichida to'xtab qolyapti. Biz bu narsani sal to'g'rilaymiz. Переходdan sekund emas, 5 sekund bo'lsin. Shift F5.